Ronaldinho haqida 70 ta fakt. Qani ketdik. Asl ismi Ronaldo de Assis Moreira. Ronaldo 1980-yil 21-mart kuni tug'ilgan. Tug'ilgan joyi Braziliyaning Porto Alegre shahri. Uning bo'yi 182 cm. Lavozimi hujumkor yarim himoyachi. Ronaldinhoni futbolda sehrgar deyishadi. Ronaldinhoning birinchi jamoasi Gremio bo'lgan. U Gremio jamoasida 1987-yildan 2001-yilga qadar to'p surgan va 10 ta o'yinda bitta gol urgan. Sezganingizdek, Ronaldinho futbolga 7 yoshida kirib kelgan. 2001-yilda Paris Saint-Germain jamoasi Ronaldinhoni sotib oladi. Fransuzlar braziliyalik uchun 5 million yevro transfer to'lovini qilishadi hamda 5 yillik shartnoma tuzishadi. U jamoaga kelganida Ronaldinhoga 21-raqam topshirildi. Ronaldinho PSG bilan 2 mavsum sayohat qildi. So'nggi mavsumdagi omadsizliklar sababli u Fransiyadan ketishga qaror qildi. Ammo Ronaldinho ushbu vaqt oralig'ida Braziliya termasi bilan jahon chempioni bo'ldi. PSJda ko'plab maqtovlarga sazovor bo'ldi hamda 77 ta o'yinda 25 ta gol urdi. Yillar o'tib 2022-yilda Ronaldinho PSG stadionida yana ko'rinish berdi. 2003-yilda Barselona Ronaldinhoni o'z safiga qo'shib oldi. Transfer uchun jamoa rahbarlari 32 million yevro to'lov qilishdi. Ronaldinho ilk mavsumni o'zidayoq barchani nazariga tushdi. Barselona uchun bir necha bor muhim ochkolarni olib keldi va La Ligada 15 ta gol urib, 12-o'rindan 2-o'ringa jamoani olib chiqdi. El Clasico o'yinida esa g'alaba uchun katta hissa qo'shdi. Bu ma'lumotlar 2003-2004-yilgi mavsumga tegishli. Ikkinchi mavsum ham Ronaldinho o'zini ko'rsata oldi. 2004 va 2005-yilgi mavsumda Barselona bilan Ispaniya chempioni bo'ldi hamda FIFAning eng zo'r futbolchisi bo'ldi. 2005-2006-yilgi mavsumda esa u ko'plab sovrinlarni yuta boshladi. Ronaldinho ushbu mavsum Ispaniya chempioni bo'ldi. Ispaniya Super Kubogida chempion bo'ldi. UEFA Chempionlar Ligasida Barselona bilan zafar quchdi. FIFAning yana bir bor eng yaxshi futbolchisi bo'ldi hamda oltin to'pni qo'lga kiritdi. 2006-2007-yilgi mavsum esa Ronaldinho uchun Barselonadagi so'nggi mavsum bo'ldi. Biroq ushbu mavsumda Ronaldinho Ispaniya chempioni bo'ldi hamda Yevropaning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Ronaldinho Barselonada 207 ta o'yinda 94 ta gol urib, 70 ta golga assistentlik qildi. 2008-yil esa Milan jamoasi Ronaldinhoni sotib oldi. Transfer narxi esa 25 million yevroni tashkil qildi. Ronaldinho birinchi mavsumda ko'proq zaxiradan maydonga tushdi hamda muxlislar uni jamoaga fidoyisizlikda ayblab tanqid qilishdi. 2009-2010-yilgi mavsumda esa Ronaldinho yana ajoyib qaytish qildi hamda Italiya A seriyasining eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. 2010-11-yilgi mavsumda esa Ronaldinho Italiya chempioni bo'ldi. Qolaversa jamoaning eng muhim futbolchisiga aylandi. 3 yil ichida Ronaldinho Milan safida 95 marta maydonga tushib, 26 ta gol urdi hamda 30 ga yaqin golga assistentlik qildi. Keyinchalik Ronaldinho Flamengo jamoasida to'p surdi. Ushbu jamoada 1 yil o'ynab 19 ta gol urdi, 13 ta golga esa assistentlik qildi. Keyin esa 2 yil Atletico Mineiro jamoasida to'p surdi hamda 24 ta gol urib, 28 ta golga assistentlik qildi. Keyin esa 1 yil ichida Ronaldinho 2 ta jamoada o'ynadi. 2015-yil esa u professional futbol bilan xayrlashdi va 2018-yil butsilarni mixga ildi. Barcha muxlislar uni Barselonada o'ynagan davri bilan xotirlaydi. Sababi Ronaldinho o'z vaqtida jamoa qayta tiklanishi uchun juda katta hissa qo'shgan edi. Shunday ekan, Barselona muxlislari, layklaringizni ayamang. Futbol sehrgarining orzular jamoasi. Darvozabon Buffon, chap qanot himoyachisi Roberto Carlos, o'ng qanot himoyachisi Cafu, ikki markaziy himoyachi Maldini va Terry, chap qanot yarim himoyachisi Kaka, o'ng qanot yarim himoyachisi Lampard va markaziy yarim himoyachi Makalele, chap qanot hujumchisi Henry, o'ng qanot hujumchisi Leo Messi, so'nggi markaziy hujumchi esa Ronaldo Nazario. Aziz do'stlar, video sizlarga yoqdimi? Agar video yoqqan bo'lsa, sifatli kontent uchun layklaringizni ayamang. Videoni obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Maqsadimiz 30 ming ta obunachi. Tomosha uchun
Katta rahmat.